Choksiz tarnov qanday bo'ladi deganlar uchun mana choksiz tarnovlarimiz chiqyapti. Xudo xolasa qadrdonlar xonadoningizlarga tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, faqat bu tarnovlar tunikafon bilan birgalikda bo'lsa qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, 70 ming so'mdan choksiz tarnovlarimiz metrini qilib beramiz. Tunikafonlarni 135 ming so'mdan 0.35 qalinlikdagi tunikalarimizni qilib beryapmiz. 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha tunikafonlarimiz bor. Xohlagan fasoninglarda xudo xolasa qilib beraveramiz. Faqat ketgan materialni kvadratiga hisoblanadi qadrdonlar. Kataloglar tashlaymiz, tanlaysizlar, o'zingizlarga yoqqan fasonlarni tanlasanglar, xudo xolasa tunikafonlarni qilib beramiz. Faqat ishlatilgan materialning kvadratiga tunikafon hisoblanadi qadrdonlar. Xonadonimizga mana ko'ryapsizlar, umuman stigi yo'q. 30 metr bo'lsa ham stiksiz mana holatda tarnovlar qo'yib berilmoqda. Hozirgi zamonning talabiga shu tarnovlar xudo xolasa juda ham yaxshi chiqyapti. Vodiy bo'ylab hozircha xizmatlarni ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa vodiydan bo'lsanglar, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, tunikafonda ishlatilgan materialni kvadratiga hisoblanadi. Buni doim eslatib o'tamiz. Sababi bukilishi, qayrilishini hisobiga, ustma ust qatirilishini hisobiga joyli kvadratdan ko'proq tunika ketadi. Sizlar ketgan tunikaning kvadratiga pul sanab berasizlar do'stlar.